Kelavering. Og'riq qaysi oyog'ingizda? O'ngga yo'g'ida. Assalomu alaykum. Mana kecha operatsiya bo'lgan bemorimiz. Bugun bemorlar oyoqda turib yuribdilar. Og'riqlar qanaqa bo'lgandi kelganda? Kelganda rosa kuchli og'riqlar edi, yota olmasdim, kechasi payt uxlashga ham bermasdi. Undan 5 haftacha bo'ldi, 5 haftachadan beri yura olmayapman. Faqat hojatxonaga boraman, yotaman, shu bilan tura olmayman. Lecheniyalar oldim, hamma blokadalarni olib ko'rdim, foydasi bo'lmadi. Mana kecha operatsiya qildik. L5S1 segmenti kattagina grija aniqlandi. O'shani oldik endoskopiya usulida. Mana bugun yurishlari bemalol bir yurib ko'rsatsangiz bo'ladi. Og'riqlar qolgan. Boshida rosa qo'rquvdim, operatsiyadan kelganishdan oldin qo'rquvdim, yig'lab chiqdim, boshqalarga o'xshab. Keyin so'rab qarasam, bularda videolarni ko'rsam, o'zi bittagina kesish qilar ekan, u yog'ini grijani yurib olishar ekan. Operatsiya o'zi yaxshi o'tdi, bular yaxshi professional ekan, rosa yoqdi. 8 santimetrcha grija chiqdi. Hamma yog'ini tozalab, zo'r qilib berdilar. Hech qanaqa jalbam yo'q, menga rosa yoqdi operatsiya. Bekor qo'rqqan ekanman desam. Iloji bor bo'lsa, agar konservativ lecheniya yordam bermaydigan bo'lsa, operatsiyaga kelib oldirib tashlaylar. Chunki grija rosa qo'rqinchli narsa ekan, nervni siqib qo'ysa, oyoq yurmay qo'yishi mumkin ekan. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta yordam beramiz.